chiqardim. Aylanma zarba. Yaxshi. Va takedown amalga oshyapti. Bekmountga o'tib ketadimi? Kerak mana shunday zarbalar. Yo'q, bermadi. Tez fursatda oyoqqa tura oldi. Usmonov. Ha. Yaxshi tayyorgarlik ko'rganligi bilinib turibdi. Qirg'iziston vakilini. Demak, ham raqib bilan, ham auditoriya bilan ishlay olyapti qirg'izistonlik jangchi. Ya'ni kerakli vaqtda arenaga ham murojaat qilib qo'yapti. Shohruh ehtiyot bo'lish kerak, raqib tajribali ekan anchagina. Low kick tanlama zarba o'xshamadi. Mana bu yerda bildirib qo'ydi biroz. Shohruh ikkita jang o'tkazgan va har ikkisida g'alabaga erishgan do'stlar. Aziz Usmonov esa 7 ta jang o'tkazgan va 4 ta g'alaba. Ha, tajribaliroq Usmonov. Halil Mayiyev jangni diqqat bilan kuzatmoqda. Anchagina tajribali mutaxassis sanaladi. Bilasiz, ushbu mutaxassisni Oktagon ligasi janglarini boshqaradi va mana Mangu ligasida ham faoliyat olib bormoqda. Aylanma zarba raqibdan endi javoban low kick va shu chapdan yo'naltirilgan qo'l zarbasi aniq tegyapti ko'pincha. Shu zarbadan ehtiyot bo'lish kerak Shohruh. Birinchi raund deyarli oxirlayapti. Deyarli 30 soniyadan ozroq vaqt bor. Zarba mana bu yerda yaxshi zarba bilan. Qarama-qarshi zarba. Davom etsa bo'ladi. Hakamlar jangni yo'q. Ketma-ket zarbalar va referi aralashyapti do'stlar. Texnik nokaut. Ajoyib g'alaba oldingi g'alaba. Shohruh To'raxonov do'stlar. Juda kuchli zarbani o'tkazib yubordi Usmonov. Umuman hozir shu ko'ziga jarohat bo'lgandek tutgan o'zini, lekin referi jangni to'xtatgani yo'q. Shu sababdan o'zini bo'sh qo'ymasligi kerak edi. Ayb o'zida bu MMA qoidalarida bor va Nursulton Ro'ziboyevning g'alabasi ham bor. Mana shunday, agar eslasangiz, hammasi qonun qoidaga rioya qilingan holda qozonildi. Lekin Aziz Usmonov yomon harakat qilmayotgani qaysidir ma'noda